Jonli efirda sifatimiz juda xira bo'lib qolyapti. Shuning uchun videoga olyapmiz-da. Sizlar qayerdan keldinglar, opa? Andijonlimiz. Andijondamiz. Hop. Yashaymiz. Ketgan vaqtlarimizga Gulira'ning qizimiz uchun ming martadan rozimiz. Haqiqat tomonimiz, yonida turamiz, Xudo xolasa. Nima bo'lganda ham ayol muqaddas. Nima bo'lgan chog'ida ham, kim haq, kim nohaq bo'lgan chog'ida ham onamiz ayol muqaddas. Boshqa gapim yo'q. Men ijodkorman, Andijon shahridan keldim, ko'ryapman, doim YouTube'da quvaga boraman deb hech bora olmadim. Endi hozirgi kunda mana ayol kishi 3 ta farzandi bor ekan. Men senga savol bermayman, sen menga salom bermading deyishdi. Ha, Feruza opaga savol bering deb aytdingizmi? Savol bering dedim. Mana hozir ham nima savol bo'lsa kelsin bersin. Nimaga? Mana hozir keldim. Och Feruza kelyapti-da, videolar qilishdi. Mana shu yerdaman. Bersin savol. Hamma savoliga javob beraman. Hop urmagan ekan deyapti. Bo'lmasa o'sha ekspertiza xulosalari berilgan, eski deyilgan. O'sha videoda qani 7 ta eski tan jarohat? Qani? Ano nima provokatsiya qilyapti bu yerda hozir nima kerak bor ayol kishi bilan baqir chaqir qilishmas. Men turibman. Bersin savolni. O'z shunga kelganlar endi Feruzadan balki savol berarlar. Feruza menga savol berish uchun kelganida agar bir eshitgan bo'lsalaring. Bering deyapman savolingizni deyapman. Boshqa xotin bilan urushib ketishdi, baqir-chiqir, nima baqirmaydi, nima bu opa borib chaqirdingiz, nima bormadi? Yo'q, bular kelish kerak edi-yu, bular bormaydi-yu. Chaqiryapti, keling savolingizni bersa ayting. Yo'q, bu yoqqa kelsinlar-da, hozir salba bo'lib ketyapti yoqda. Tushunyapsizmi? Baqir-chaqir bo'lib ketyapti. Nima deb o'zi Lavhalarni ko'rdinglar. Ichki ishlarni bizga talabi bo'ldi shunaqa. Agarda shu yerdan ketmasanglar, sizlarga qonuniy chora ko'raman, sababchi bo'lib qolmanglar degan uchun biz ketdik. Sal chetroqda intervyu qilyapmiz. Gulira'ga bir savol bo'ladi birinchi. Qulog'ingizda bir chiroyli bir nima bor ekan. Nima edi? Zira bor ekan. Nimani anglatadi bu? Endi bu qalb ko'ziga bog'liq. Yaxshi nazar bilan qaragan odamga gul ramzi tushirilgan sirg'a. Biz misol dinimizda ham bor hayvon, qush, bir nimalarning ramzi emasmi? Gul ramzi. Endi bilan agar buni ko'radigan bo'lsangiz, yomon nazar bilan qaraydigan bo'lsangiz, har nimaga yo'yishingiz mumkin. Aytadi-ku, ko'lmakka qarab kimdir oydi, kimdir loyni ko'radi deb. Qalbga qarab endi nimani bo'lsa ko'rilaveradi. Keyin mayli bu endi hazil savol edi. Suddan ko'yinish bo'lyaptimi? Albatta. Men boshida ham aytganman, sud, tergov jarayonlaridan qisman norozi bo'lgan holatlarim bo'ladi. Lekin to'liq norozi bo'lmayman. Sababini aytsam, mana birinchi instansiya sudni ham ko'rdingiz, muhokamalarga, muzokaralarga boy bo'ldi. Endi hozir dela bilan yaxshi tanish bo'lmagan va aynan advokatlarning ichida yagona o'zini taklif qilib kelgan advokatimiz bor. Qolgan hammani biz iltimos qilib olib kelganmiz. Qarshi tomon ham biz ham o'sha shartnoma qilib nimani to'lab, lekin endi PR uchunmi, balki auditoriya uchunmi bilmayman, o'zlarini taklif qilib kelgan bitta Xondamir degan advokatimiz ham bor. Bag'da endi bitta Xondamirga bitta nima borki, agar u menga o'zi aytayotgan eski degan tan jarohatlarni aynan o'sha o'zlari sizdirgan videoni ichidan 7 ta tan jarohat tasdiqlab bergan. Bitta emas, 2 ta ekspertiza xulosasi. 2018 bilan 2092 ni aytyapman. Aynan shu tan jarohatlar menga taalluqliligini va chap oyog'imda 6-7 ga yaqin santimetrlargacha o'lchanilgan tan jarohatlar mavjudligini aytgan. Xo'p, ular aytganda eski bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha videoda ham chap oyog'imda ko'rishingiz mumkin. Qani o'sha eski tan jarohatlar? O'sha Xondamir nimani aytishdi, to'g'risi men uni videolarini kuzatmadim. Xizmat tekshiruvni nimalar? Xizmat tekshiruvida xodimlar biz videoga olmadik, biz uyga kirdik, qaytib ketdik deydi. Demak, yolg'on ko'rsatma bergan bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Mana buni amalda ko'rdik. Xodimlar chunki biz bu qizni videoga olmadik deganida. Bundan tashqari juda bir din taraflama aql o'rgatmoqchi emasman. Juda hali bu narsaga men o'zimda nima deb ko'rmayman, lekin musulmon sifatida shuni aytamanki, Hujurat surasi 12-oyatda aytilgan. Nimani gumon qilinishda ehtiyot bo'ling, gumon qilishda. Gunohkor bo'lib qolishingiz mumkin. O'lik birodarini yeyishga tenglashtirilgan. Mana hozir shuncha bir meni ustimdan Ramazon oyida mazg'avalar to'kilishi boshqasi. Xo'p, endi bu Tangridan hech kim hali yelkasiga tushgan narsadan qochib qutulolmaydi. Shunday bo'lsa-da, mana o'sha internetda boshqacha gapirishgan, amalda kelib turib boshqacha holatlar, shantajga o'xshagan holatlarda ko'ryapmiz. insonlarga borib yuzlandim, o'zim borib yuzlandim.
keling mana xalqni oldidan savol bering, aynan misol Feruza opaga. Feruza opa o'tgan safar internetda shunaqangi bir nima qilib qochalik palonchi kelyapti, men to'g'risi hayron qoldim. Chunki Feruza opa prosess ishtirokchisi emas, yo advokat emas, yo nima emas, yo prokuror emas, yo bir hali ichki ishlar xodimi emas. Feruza opa kelsa kimdir qo'rqib qochib ketganida, endi oddiy shaxs. Keyin bo'lib ham men Feruza opadan bu narsani kutmagandim. Chunki sizlarga qanchalik o'sha iltimos qilib sizlarga aloqaga chiqqan vaqtim Feruza opaga ham aloqaga chiqqanman. Va ular imkoniyati yo'q deb, Otabek aka bilan bog'langan imkoniyatim yo'q, bora olmayman deb aytishgan ekan. Lekin shunday bo'lsa-da, aybim bo'lmaganligi sababli, meni aybim yo'qligi uchun hozir 1 yildan beri kurashyapman. Shunday holatda meni birov to'shakni tortganda tagidan topolmadi. Agar ahamiyat bersangiz, xonani burchagi bilan burchagida turibman. Lekin shu vaziyatda ham men o'ylagandimki, Feruza opa meni tushunadi. Vaziyatni dilani ochib ko'radi. Axir ular hozir adashmasam yuristlikka o'qiyapti-ku. Meni bir dam olish maskanida emas, aynan o'sha uydan nima qilishyapti, bo'lishi mumkin degan xulosa aynan Feruza opada bo'lish kerak. Chunki ayrim ota-onalar aloqaga chiqyaptiki, o'g'illarimiz o'ligi chiqqan yoki mana shunaqangi holatlar bo'lgan bizda, biz kurasha olmadik, sen kurash degan onalar bo'lyapti. Aynan o'sha jarayonni boshdan o'tkazdirgan ayol sifatida, agar ularga ham shunaqa podstava bo'lganligi rost bo'lsa, ular meni tushungan bo'lish kerak edi. Men tushuntiryapmanki, opa sekinroq gapiring. Xo'p, shuni gaplashib olaylik desam, sen meni ovozimni muhokama qilmaysan. Men Feruza opani muhokama qilmoqchi emasman. Meni maqsadim emas. Meni maqsadim men o'zim mana shu nohaqlikni shuni olib chiqib ochib bermoqchiman. Agar ularda haligacha aytyapman, qo'lida tezkor tadbirda videosi bo'lsa, bersin sudga. Bersin. Men aytdim, kiyimsiz holatdan kiyimli holatga o'tayotganda kesilgan joyini qo'ysin internetga, men ruxsat beraman. O'sha narsalarda hattoki sud bu narsani maxfiylikdan chiqargan. Tezkor tadbirda qarorini maxfiylikdan chiqargandan keyin ham agar sizda u tezkor tadbir bo'lsa, qarori nima uchun shunchaki qamalib ketasiz? Xondamirda nimalarini aytishyaptiki, men uni tushunmadim, nima maqsad? Menimcha YouTube yangi ochilibdi, prosmotr auditoriya uchundir. Agar shunaqangi maqsad bo'ladigan bo'lsa, aqda to'g'ri yo'lda tanlashmabdi. Chunki kimnidir kulfati evaziga kelgan auditoriya yaxshilikka xizmat qilmaydi. Yo'q, hozir mayli, sudni ko'rdik. O'sha Toshkentdagi o'sha do'stimiz Feruza opa bilan ham gaplashishga harakat qildingiz. Men bu yoqda chaqirdim, o'zingiz keling dedi. O'sha yerda men ovozlaringizni yaxshi tushunmay qoldim-da. Savol-javob, nima savol-javob bo'ldi o'zi? Yo'q, men bordim. Men bordimki, mana yana orqamdan shunaqa gap so'zlar bo'lmasin. Odatda men Feruza opani bir so'zli ayol deb o'ylar edim-da. Endi men nimada hayotda tanish emasman. Lekin o'sha joyda shubha bo'lmasinki, men bu qizga qaradim, bu qiz chiqib ketib bordi. Meni oldimga kela olmadi. Demaslik uchun ham ichida qanday shubha bo'lsa, menga aytsinki, men delani to'liq bilgan odam sifatida, o'sha jarayonda ishtirokchi sifatida men u ayolga shu savollariga javob beray. Agar u xolis bo'lib kelgan bo'lsa, ikki tomonni ham eshitib ko'rmoqchi bo'lsa, deb borib savolingizni bering Feruza opa dedim. 1-2 marta haligi savol berishdan bosh tortishdi. Keyin yana o'zim borib aytayapmanki, Feruza opa, keling, menga savolingizni bering desam, nima gapingiz bo'lsa gapiravering deyishdilar. Hali ham bo'lsa men boshqa nimalarga fokusimni qaratmoqchi emasman. Meni maqsadim hozir, meni fikrimcha ham biz boshqa muammolar qolib ketyapti. O'zbekiston Respublikasida agar ular aytayotgandek ayol bo'lsam ham bu yagona bo'lmayman. Faqatgina meni g'iybat qilish, meni nima boshqa davlatimizda qancha misol aholi bir tomonlama fikrlab turib chiqib bir g'oyalar yaratadigan davrda yashayapmiz. Ovozingizni hech kim o'chirmaydi hozir. Hozir bemalol gapirish imkoniyatingiz bor. Faqat meni g'iybatim hattoki taroveh vaqtlarida qanaqadir chatlar to'g'risi unaqa so'kinib nima qilingan chatlarga kirmadim men. Shunaqa aytishyaptiki, taroveh vaqtlarida shunaqangi gaplar bo'lyapti ekan. Men ham eshitdim. Bu nimadan dalolat beradi? Mendan boshqa muammo bor-ku respublikada. O'shalar bo'yicha bir yangi g'oyalar bo'yicha agar bosh qotirsak, juda ko'p narsani uddasidan chiqa olamiz biz. Demak, eshitib turibsizlar do'stlar. Assalomu alaykum. Hurmatli fuqarolar.